Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar tor betiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Bugun men kentimizdagi bir almaliq bog'ning ichida. Qo'limda Abduqodir Jaloliddinning Mavjudlik tashnoliqi nomli kitob. Bugun sizlarga mazkur kitobga xotima o'rnida berilgan Pasport va kimlikdagi men nomli asarni o'qib beraman. Chet elga pasport ishlatib chiqqan har birimiz mazkur asarda tilga elingan masalalarga yo'liqib boqqan. Xo'sh. Pasport va kimlikdagi men xotima o'rnida. Nam atta qasrlar bo'ldi manga tar, manga erkin makan tog'diki satma. Meni olamda yo'q mardon degandim, yuzingni dab qilib yamonga qatma. Sayfiddin Azizi. Har qitim chet elga chiqqanimda ba'zi qarindoshlarim u endi qaytib kelmaydi deyishibdi. Tunji qitim pasportga iltimos sunganimda jamoat xavfsizligi tarmoqlari talabimni tushangili bo'lmaydigan usulda rad qilgan edi. Kishilar orasida asossiz holda yamrab ketgan qaytib kelmaslik g'ulg'ulisi menga so'g'uq kelib chet elga chiqa olmadim. Belimga intilib turgan esil chog'larim o'rtinish ichida o'tdi. 6 yil o'tgandan keyin ming bir mushaqqat, ming bir tashvishda pasportga erishdim. Ishimdan chechak chiqib qolamdikin deb Yaponiyaga davrangsiz yurib ketgan edim. Bu haqda o'zini izlash bosug'isida nomli kitobimda ba'zi sahifalarni ochgan edim. Yaponiyadagi 1 yillik ilm istiqomatini tamomlab vatanga qaytib kelganda maktabimizning kadrlar boshqarmasi qaytib kelganingiz yaxshi bo'ldi, endi xotirjam bo'ldik deyishib ketgan edi. Men ularga javoban dunyoda mening bir vatanim bor, qaytib kelmay nega boratdim degan edim. Vatanga har xil sifat berish mumkin. Vatan men tug'ilib o'sgan yer. Vatan meni tuqqan xalq. Vatan bir qalb, vatan bir aqida. Vatan haqiqat, vatan jarohat. Vatan bir odamning qadr-qimmati, burish tuyg'usi va qimmat qarishini shart qilgan holda turlik sifatda namoyon bo'ladi. Aqida bilan yashaydigan insonlar mayli qayerda bo'lmasin, vatansiz bo'lmaydi. Eng bo'lmaganda u g'oyibona holda qalbidagi vatanda yashaydi. Yig'ib aytganda, men bir g'oyichi sifatida ma'naviyat bilan yashayapman. Tabiatimdan kuchli mulkdorlik herislarini bayqay olmadim. Nemishqidir elning istiroblar bilan ma'naviy jihatda o'zimni bir chetga ola olmaydigan darajada bog'lanib ketganman. Dil kashmishlarim va qismat tashvishlarim ona tilimda misralarga, idroki talqinlarga aylanib, elning g'amiga bo'lgan oshnolikdan fikrlarga tashna bo'lgan vatandoshlarimning nazarlarida izzat va qimmat topadi ekan. Shoirligim va ilmiy salohiyatlarim yanala va yanala ajdodlarim yotgan, xalqim tirikchilik qilib atgan tavarruk tuproqda ekan. Xalqim ozroq bo'lsa-mu bir narsalarni o'ylashga cho'lis tegmay, har qancha qashshaqlashib ketgan holatdimi yozmay tura olmayman. Bu mening taqdirim ham tanlashim bo'lib, buningda ochiq bilan tatliq tushangili bo'lmaydigan darajada yugurilib ketgan. Shaklsiz taqdir baxsh etgan tanlashni o'zimning aktiv tanlashi sifatida muayyanlashtirdim xolos. Demak, men ona tilda fikr qilg'uchi, qimmatim ona yurtda. Bu bir
muqaddas sürgün. Mən bir dunyavi garajdan layaqətida xalğan əllərini kezib, özümni qurub çıxıdığan fürsət izləşni arzu qılıman. Şundaqla hər qaçan özüm boluşni xalayman. Mana bu mendeki muayyenləşməyən paradoks, yəni zıtlam. Yunan əfsanlarında Antios isimlik bir ilah var bulup, o deniz ilahi bilen zemin ilahinin balası iken. Onun tapını zeminge tegepli tursa, hiç qandaq raqib elişişdə onunğa tən keləlməydi iken. Çünkü onun anısı bolğan zemin ilahi onunğa çəksiz mədət berdi iken. Keyin Herakles degen biri Antios'ның sirrini bilip alğandan keyin Antios'ның putini osmonga ko'tarib turib o'ltirib etgan ekan. Antios'ның puti ana zamindan ayrilsila kuchidan qoladi ekan. Biz bu hikoyadan munda xulosiga kelamiz. O'zining vatani va xalqidan ayrilib qolgan har qanday odamning pushmadori bo'lmaydi. Demak, vatani yo'qning jeni yo'q. Mubada men bir tabiiy fanchi bo'lib, o'z kasbimda dunyoviy pallaga chiqmoqchi bo'lsam, qayerda oliy tajribxona, afzal sharoit bo'lsa, yot va jiroq ko'rmay shu yerga yuzlangan bo'lardim. Vaholanki, mening kashfiyotxonam xalq hayoti. Shunga xalqning qalbiga hijrat qilishim kerak. Sen oladigan rol qayerda bo'lsa, shu yer sening hicretgahındır. Mana bu mening qandaqsiga qaytib kelgansan degichilarga bergan javobim. Vatanga qaytib kelgandan keyin chegaraning ichi va sirtida yo'liqqan ovarchiliklarimni unutib ketalmadim. Unutishqa har qancha urinsammi, yangi boshdan yuz berib turgan uşaq ishlar ko'ngilsiz xotiramni yengilab turdi. Qaysidir bir matbuotdan qalam haqqi yoki boshqa turdagi yo'llanma kelsa, chek yoki uqtirishni ko'tarib yaqin atrofdagi pochtaxonalarga boraman. Yo'llanmalarga adres va ismimizning uyg'urcha yozilishi allburun tarixga aylanib bo'ldi. Cheklarda ismimning xanzucha yozilishi aman kimlikdagi xanzucha yozilishi bilan o'xshamay qoladi. Uyg'urcha kishi ismlarining talaffuzini xanzucha xatlar bilan aynan talaffuz qilish mumkin bo'lmaganlikdan xanzu tilidagi taxminan udul keladigan tovush yoki xat bilan ifodalashga to'g'ri keladi. Misolan, ismim Uyg'urcha bo'lganda 4 bo'g'imdan tuzilgan bo'lib, xanzucha yoziqda ifodalaganda 6 bo'g'imga ko'paydi. Abduqodir, ya'ni Abudu Qadir bundaq bo'lganda asli ismimdagi tovushlar tamamen yotlashib, xanzu tilining pinyin sistemasiga aylandi. Agar biz xanzu tilidagi bir xat bir ma'no fuqimi bo'yicha ismimizdan ma'no chiqaradigan bo'lsak, ismimizning xanzucha yozilishidan tushuniksiz bir narsalarning kelib chiqishi turganligi. Bu xuddi to'g'ri sho'rpisida pishirilgan beliq go'shining ta'mini fuqili bo'lmagandek bir ish. Xanzu tilida o'xshash bir pinyinda bir necha xil xat bo'ladi. Pochta, banka, qatnash va boshqa mulozimat tarmoqlarida, hatto hukumat organlarida mulozimatchi xodimlar ismlarimizni xanzu yoziqida ifodalaganda yengillik bilan o'zi bilgan ma'lum xat bilan yozadi-da, u bizning kimlikdagi ismimiz bilan ohang jihatda taxminan yaqin kelsa-mu, xatlar birdek chiqmay qoladi. Ammo mas'uliyatni ism egasi tortadi. Shuning bilan biror xatni tuzatkizish uchun organ ishxonlar aro qatirab, haftalab, oylab vaqt zoyi qiladi. Bundaq kechirmishlari beshimdan talay qitim o'tdi. Ham
taqdirim sübtida kallamdan o'tdi. Pochtxona mulozimatlarining ko'plari chekdiki isming kimlikdagi isming bilan o'xshamaydi ekan deb haqqimni berishni rad qiladi. Men o'z ismimning davosini har qancha qilsammi aqtira olmadim. Bu yerda bir grajdan yana bir grajdanning ismidagi chilliqni to'nimayotadi. Bir madaniyat o'z qo'ynidagi yana bir madaniyatning inchika xarakterini tushunmayotadi. Yana kelib bundaq tushunmaslik haqliq bo'lib, ismi burmulangan shaxs parakanda bo'lib o'tadi. Nimishqidir men o'xshamagan muhitlarda o'zimni tushundirish o'rniga tushib qolaman. Ba'zida o'zimni mening ismim Xon nomli kinodagi Rizvon Xonga o'xshatib qolaman. Agar men kimlikdagi sharaf guvohnomalarimdagi xat cheklarimdagi ismlarimning xanzucha yozilishini selishtirsam, ularning har xil yozilganligini bayqayman. Men faqat bir, lekin ismim har xil yozilgan. Demak, men o'z ismimga ega bo'la olmadim. Boshqalar meni xato yozadi. Men tuzitalmay avar. Bu yalg'iz meningla qismetim emas. Severliklar tüpeyli her birinin o'ziga loyiq tortmishlari bor. Mening yana pasport bilan bog'langan o'zgacha kechirmishlarim bor. Har qitim chegaradan o'tsam, farqli qoldi tekshirdiman. Pasportimni boshqalarning pasporti bilan selishtirib baqsam, o'xshash. Faqat ismimla o'xshamaydi ekan. Bir qitim bir sayohat o'migi bilan Shanganga o'tayotganda tamojna xodimlari pasportni qo'lga elib, "Isming nima?" deb so'rashdi. Deb berdim. Ular "Isming bek uzunkan" deb kulib ketishdi. Shundoq, "Ismim bek tas" dedim menmi kulib turib. Angliyada ilm tahsil qilish jarayonida Turkiyaga 10 kunlik sayohatga keldim. Sayohatni oxirlashtirib Angliyaga qaytgan chaqda Turk havo yo'llarining xodimlari meni xeyli uzoq so'roq qilishdi. Meni va pasportimni suratga elishdi. Ularning savoli tugaganda ularga "Men savol so'rashga ko'nib ketgan. Yana boshqa savolingiz bormi?" dedim xo'rliq his qilib. Ular "So'raydiganlarimiz tugadi. Sizning boshqa gapingiz bormi?" dedi. "Sizlarcha men terrorchiga o'xshamdi ekanman?" deb so'radim. Yosh xodim gapimdan andikib ketdi. Men onunga "Meni alayda tekshirishinglarning sababi to'g'riliq tushuntirish bermidinglar. Mening buni bilish huquqim bormi yo'q?" dedim. Onungacha yoshgina bir ayol xodim yanamga keldi va mundaq dedi: "Kechiring apandi, bizda Angliya tarafning Jungo pasportini qattiq tekshiringlar degan uqtirishi bor. Biz vazifa ijro qilyapmiz. Bizni tekshirmaydigan qayer bor?" dedim. Ayol xodim mursini qisib qo'ydi. Tamashli xodimlari va elchixona xodimlari ismimning uzun ham g'alitiligidan bearam bo'ladi. Abduqodir Jaloliddin. Bu ism ularning og'ziga kelmaydi. Navoda pasportga xalqaro transkripsiya bo'yicha Jaloliddin Abduqodir deb qistirib qo'yilgan bo'lsa, hammaga tushunishli bo'ladi. Afsuski, pasportdagi ismim Jungoliklarning o'zimi ochiq anqirab bo'lolmaydigan, chet ellarninki bu og'ziga kelmaydigan, onkitdagi katakchilarga patmaydigan g'alati bir ismimga aylanib qolgan edi. Tayvanlik olim Wang Mingke Jungoliklarning fasili nomli kitobida millatning etnik nomi haqida to'xtalganda o'z lafzidagi nom va
o'zga lafzidagi nam degan terminlarni o'tirib qo'ydi. Uningcha o'z lafzidagi nam bir millatning o'z-o'zini otishini bildirdi. O'zga lafzidagi nam bir millatning boshqa bir millat tilidagi otilishini ko'rsatdi. Bir millatning milliyati shu millatning o'z lafzidagi nomidala to'g'ri aks etadi. Inglizcha Chinese, Ruscha Xitoy degandek nomlar Huayan, Zhongguoren degan nomlardek o'lchamlik bo'lmaydi. Van Apendining bu qarashini shaxs ismlariga tatbiqlash mumkin. Agar biz ismni odamning shaxsiyat huquqining bir qismi deb qarasak, shaxs ismlari masalasi astoydil qarashga tegishli bir masala bo'lib chiqadi. Chunki ism odamlarning ijtimoiy, madaniy mavjudiyatida bir turlik huquq sifatida ularning insoniyatini kafolatlantiradi. Qonun buyruq qiladi-ki, deydi Hegel qonun falsafasi degan asarda, odam bo'l, ham boshqalarning odam bo'lishini hurmat qil. Men bu yerda o'z ismimning boshqa bir tildagi yozilishiga qarshi fikrda bo'lmoqchi emas, balki men har bir til va har bir madaniyatning boshqa bir madaniyat elementini o'z xosligi bo'yicha gavlantirishni tamoman qabul qilaman. Lekin men chilliq va hurmat prinsipini ta'kidlayman. O'zimizga qandoq qarashimizdan qat'iy nazar, boshqalarning nazaridagi shaxsiy salohiyatimizni qo'g'dash imkoniyatimiz hamon cheklik. Bir odamning odam bo'lishi uchun ozuq, kiyim va turalg'uning bo'lishla kifoya qilmaydi. Ya'ni uning odamiylik izzati bilan g'ururi boshqalar tarafidan qabul qilingan bo'lishi kerak. Shundoq bo'lgandala, u o'zining odam ekanligidan rozimanlik his qila oladi. Odam abstrakt narsa emas. Uning millati, davlati, madaniyati, e'tiqodi va qimmat qarashi bo'ladi. Bir puhraning puhraligi ularni o'ziga sig'dira oladigan cho'ng bir kimlik bilan qadr qimmat topadi. Birdaklik bilan ko'p xillik bir-biriga zid narsa bo'lmasdan, balki bir tangining ikki yuziga o'xshaydigan narsalardir. Biz ta'kidlayotgan inoq jamiyat qachon ishga oshadi? Biz hadislar boshqalarga o'zimizning ko'zi bilan qarab olmasdan, o'zimizga boshqalarning ko'zi bilan qarashni o'rganaylik. Shundaqla boshqalarni shularning o'z o'lchimi bilan baholashni bilib olaylik. Ko'zetish bo'lonlari o'zaro o'tishib tursin. Ana shu chaqdala bizdagi kibr, tamanna azlab bir-birimizga barobar hurmatdagi grajdan bo'lib ko'rdimiz. Kelgusidagi taraqqiyotdan hammamiz o'zimizni topa olamiz. 2011-yil may Xinjiang Ma'rif institutidagi o'yimda tamomlandi. Ma'qul amsa, bugun mushunchalik o'qib beray, kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, omon bo'ling.